Meni ma'zur tutasizlar, hozirgi vaqtda aynan shu bemorga amaliyotga kirib ketayotgandim. Yaqinda yordam bergan prezidentimizdan ham Xudo rozi bo'lsin. Operatsiya qilishdi. Yaxshi chiqdim. Ulardan bir nafar bemorimizga bugun erta uyiga javob beramiz. Yurtboshimizda tashabbuslari bilan mehr-muruvvat, ezgulik oyi hisoblangan Ramazon oyida ijtimoiy reyestrda turadigan moddiy ko'makka muhtoj bo'lgan oilalarga vaqf fondidan ajratilgan mablag'lar hisobidan yuqori texnologik amaliyotga muhtoj bemorlarimizga imtiyozli ravishda amaliyotlarni o'tkazdik. Xursandman, yaxshi chiqdi operatsiyalar, ming rahmat. Bu qilgan ihsonlarni yaxshilarni Alloh rozi bo'lsin. Prezidentimizga ming rahmat. Mana shunchalik Parvardigor bizlarga yordam berganidan Alloh rozi bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimizning bunaqangi sa'y-harakatlarida Alloh o'zi yordamchi va madadkor bo'lsin. Bu qanday amaliyotlar? Bular chanoqson bo'g'ilma yemirilishlari, sinishlarida o'tkaziladigan amaliyotlar. Shu yuqori texnologik amaliyotlarni hozirda 4 ta bemorga o'tkazib bo'ldik. 5-bemorimiz hozirda bo'lyapti. Buning uchun biz yurtboshimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz va kelgusida bu ishlarda bemorlarga amaliyot o'tkazishda, bemorlarga har qanday tibbiy yordam ko'rsatishga biz doim tayyormiz. Operatsiyadan oldin qanaqa edi holatingiz? Holatim yurishga qiynaladim-da. Murojaat qildim. Tekshirishdi. Har tomonlama yaxshi bo'ldi, operatsiya ham bo'ldi. Operatsiyadan tashqari bir moddiy yordam qilib berishdi. Hammalaringizga, prezidentimizga, mana ijtimoiy himoya agentligiga ham rahmat. Jon kuydirdi menga.